Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilari. Azizlar, bugun va'da qilganimizdek plastik romlar hamda alyumin ishlari to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Bugungi ustanovkamiz Samarqand viloyati Urgut tumani Jartepa qishlog'iga ustanovka bo'ldi. Bugungi ustanovkamizga Altaplast 6000 seriya 4 kamerali kvadro profildan yasalgan plastik romlarimiz ustanovka bo'ldi va Zolotoy dub Akfa alyumin 11 lik balkon profildan ishlarimiz ustanovka bo'ldi. Eshiklarimiz qaytik fasonda yasalgan standart 1.20 ga 2.30 razmerda eshigimiz alyumin akfa profildan ishlatilgan. Bu eshigimizga xo'sh, yodoy gulli oynalardan ichkari tomoniga esa oq oynalardan foydalangan holda ikki xil paket oynalar qilib berganmiz. Derazalarimiz terlamaslik kafolat bilan ishlarga dorilar va germetikalar hamma joyga surtilgan tufayli kafolat bilan qo'yib beramiz. Eshigimizga naq 5 tadan 10 ta akfani o'zini oshmosh petlari qo'yilgan va akfani katta zamon qo'lqalardan qo'yilgan. Arzoni va kichkinasidan ishlatilgan yo'q. Shu sababli azizlar, balkon ishlari sal qimmat yuradi. Buni 1 metr kvadrat azizlar xuddi mana shunday olib o'rnatib berishi bilan 1.500 ming so'mdan chiqadi. Sveti Zolotoy dub, antrasit, dubmovka, Sheffield svetlarida mavjud. Xohlasangiz oq svetlari ham bor, yana ham arzonroq chiqadi. Derazalarimiz to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz qisqacha sizlarga. Xo'sh, derazamiz standart 1.60 razmerda yasalgan, 5 ko'z fasonda yasalgan. Balandligi 1.60, eniga 1.40 razmer. Xo'sh, o'rtada ochilish tushirilgan. Ochilgichimiz двойной откроyda bo'lgan. Ham yonboshga, ham tepadan ochiladigan qilgan. Hamma derazamiz xuddi shunday двойной mexanizm bilan moslashtirilgan. Azizlar, buni metr kvadrati xuddi shunday olib o'rnatib berish bilan 850 ming so'mdan chiqadi. Altaplast plastik profillarimiz. Eshigimiz ikki yonboshda shestogramlik misolda qo'llangan 1.60 ga 55 razmerda ikkita derazachamiz tushirilgan. Ikkala derazamiz ham двойной откроydan ochilish bo'lgan. Past qismimizga, podvolimizga alyumin fortikalarimiz ustanovka bo'lgan. Xo'sh, balandligi 70, eniga 1 metr razmerda bitta ochilgich va bitta gulxoy razmerda turilgan. Bu uyimizda old tomonidan va bu tomonimizda xuddi shunday yana alyumin balkon eshigimiz standart eshik hisoblanadi. Bu ham haytik fasonda yasalgan, ikkalasi pashti bir xil. Bu tomonimizda esa 2 ga 90 razmerdagi bir tabaqali balkon eshigimiz. Bunga ham 5 tadan akfani o'zini oshmosh petlar va katta akfani ruchka qulf kaltlar qo'yilgan. Davom etamiz. Uyimiz orqa tomonida azizlar bir xilda 4 ta razmerda 1.60 ga 1.40 razmer bo'lgan deraza romlarimiz ustanovka bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, mana bir xil liniyada o'rnatib berganmiz, 1.60 ga 1.40 razmerda. O'xshab 4 ta bir xil derazamiz o'rnatilgan. Va orqa tomonimizda ikkita alyumin fortikalarimiz bor. Azizlar, bugungi ustanovkamiz Urgut Jartepaga bo'ldi. Xo'sh, zakazchimiz Ravshan aka o'zimizda internet orqali topgan, nomerlarimizni izlab, masalan, kanalga obunachi bo'lgan, yana ham shu obunachi bo'lganligi tufayli ham chegirmalarni qilib berganmiz. Akamiz o'zi ko'rib borayotgan bo'lsa ham, mana xudo xolasa aka hammasini joy-joyiga chiroyli qilib joylashtirib, mahkamlab o'rnatib berdik. Binolarni ham chiroyli qilib qo'yib, bemalol hammasini ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Plastiklarimiz ichida azizlar metalli kakpolajni hamma joyga solinadi va двойной открой ham azizlar kichkinasi emas, kattasi azizlar. Shularga ham e'tibor qilingizlar. Ko'pchilik hozir kommentda ko'ryapman, sal qimmatroq sizlarga chiqyapti. Qimmatga yarasha, shunga yarasha mahsulot ishlatamiz azizlar. Arzon bo'lsa, sizlarga arzon narsani tavsiya qilamiz kelmaydi. Shuning uchun ham yaxshi narsani ishlatingizlar, bemalol ancha vaqtga ishlatingizlar. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Qo'shni Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo, Navoiy viloyatiga ham dastavkalarni chiqarib beryapmiz. Akfa alyumin kanaliga obuna bo'lib qo'yingizlar akalar. Bizlarni kuzatib borayotgan akalar bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa keyingi ustanovkalarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar.